Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, omonmisiz? Yana bir go'zal kunni boshlab oldik. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Mana bugun 20-noyabr haftaning payshanba kuni. Boshlagan kuningiz fayzli va barakatli bo'lsin azizlar. Efirda tinglab borayotganingiz yaqinimga tabrik loyihasi va men kamin loyiha boshlovchisi Ismigulxon bo'laman. Sizning fayzli xonadoningizda mehmonmiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting, zero biz sizning qalbingizga quvonch ulashishdan aslo charchamaymiz. Hayajonli daqiqalar biz boshladik azizlar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanobar onajonimiz bilan bog'landikmi? Xayrli tong, sog' bo'ling. Rahmat. Sanobar onajonimiz bilan bog'landikmi? Bog'landingiz, rahmat. Assalomu alaykum yana. Assalomu alaykum yana bir bor. Salomatmisiz onajon? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Rahmat. Bezovta qilmadingiz, gapiravering. Sog' bo'ling onajon. Avvalambor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Doimo yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ilohim. Onajon, yaqinlar tomonidan tabriknomalar yo'llangan ekan. Ayni daqiqalarda biz sizni yaqinimga tabrik loyihasi boshlovchisi Ismigulxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz onajon. Yaqinlar tomonidan tabriknomalar yo'llangan. Taxmin qila olasizmi bu tabriknoma kimdan bo'lishi mumkin? Qizim Shahodat, Bonigul. Shular bo'lishi mumkin. Albatta to'g'ri topdingiz. Faqatgina ular emas, jamiki farzandlaringiz nomidan ekan. Qizingiz Bonigul, Shahodat, o'g'lingiz Diyorbek, nevaralaringiz Hanifa, Soliha, Intizor, Usmonjon, Alibek, turmush o'rtog'ingiz Shokir aka hamda barcha qizlaringiz hamda kuyovlaringiz Elshod, Bekzod nomlaridan ekan. Rahmat, salomat bo'lishsin. Ilohim. Agar ruxsat bersangiz, tabriknomalarni o'qib eshittirmoqchiman sizga onajon, nima deysiz? Marhamat. Sog' bo'ling. Eshittiring. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan qadrdonim, onajonim. Sizni bugungi tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim Allohim umr yo'lingizni nurli va fayzli qilsin. Yuragingizdan hech qachon umid va quvonch arimasin. Alloh sizga uzoq umr, sog'lik, dil osoyishtaligini bersin. Bizlarning baxt va kamolimizni ko'rib yuring. Dadajonim bilan qo'sha qoling. Dilingizga qanaqa ezgu niyatlar, orzu istaklar ko'p qo'ygan bo'lsangiz, ilohim barchasi amalga oshsin. She'rlar ham bor ekan. Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jon ona, poyingizga guldasta bo'lay. Men uchun mehribon siz yagona. Yuzingiz, ko'zingiz nurlarga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jon ona, so'zlasam so'zlarim yetmas. Sizdek meni hech kim baxtiyor etmas. Alloh menga bergan tuhfa bir dona. Tavallud ayyomingiz muborak ona deya tabriknomalarni yakunlagan ekanlar onajon. Rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Ayni daqiqalarda siz bilan bo'layotgan suhbatimiz yozib olinmoqda. Agar ular uchun ham dil hollaringiz bo'lsa, fursatdan foydalangan holda aytib qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum, bolajonlarim, nevaralarim, kuyovlarim. Rahmat
Ularniyam umrlaring uzoq bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Meni baxtimga hamisha o'ynab beringlar. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlarim sizlarga. Rahmat tabriklaganlaring uchun. Shu Ilohim aytganingiz kelsin va onajon, siz ham ularning baxtiga doimo sog'u salomat bo'lib yuring, yuzingizdan hech qachon tabassum arimasin. rahmat aytganingiz kelsin, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.